So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar avvalo iqtisodiy ochiqlik, raqobatbardoshlik va biznes uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan. Shu bilan birga iqtisodiyotning yashirin yoki xufiyona sektori davlat budjetiga salmoqli zarar yetkazuvchi, makroiqtisodiy barqarorlikka xavf soluvchi omil sifatida qat'iy nazorat ostiga olinmoqda. Xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish, ayniqsa tashqi savdo operatsiyalari sohasida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki eksport-import jarayonlarida yashirin daromadlarni chetga chiqarish yoki soliqlardan bo'yin tovlash holatlari ko'p holatlarda aynan shu yo'nalishda kuzatiladi. Bugungi kunda mamlakatimizda fiskal siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri soliq va bojxona nazoratining shaffofligini oshirish, raqamli tahlil tizimlarini keng joriy etishda xalqaro standartlarga mos soliq ma'muriyatchiligini shakllantirishdan iborat. Soliq organlari tomonidan e-kontrakt, e-NDS, xorijiy valyuta operatsiyalari monitoringi kabi raqamli platformalar orqali tashqi iqtisodiy bitimlar bo'yicha shartnoma va hisob fakturalar tahlil qilinmoqda. Ushbu tizimlar shaffoflikni ta'minlab, tovar va xizmatlar qiymatini sun'iy oshirish, valyuta tushumlarini kechiktirish yoki chet elda noqonuniy aylanmani yashirish kabi holatlarning oldini olishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Fiskal siyosatda bugungi kunda rag'bat va javobgarlik muvozanati tamoyili asosiy o'ringa qo'yilgan. Davlat tomonidan eksportyor va importyor subyektlarga soliq imtiyozlari, bojxona to'lovlaridan ozod qilish, qayta ishlash uchun olib kirilayotgan xomashyolarga preferensiyalar kabi bir qator qulayliklar taqdim etilmoqda. Shu bilan birga shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki valyuta tushumlarini o'z vaqtida qaytarmagan subyektlarga nisbatan ma'muriy va moliyaviy javobgarlik choralarining kuchaytirilishi kuzatilmoqda. Soliq organlari tomonidan tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha tahliliy yondashuvlar tobora chuqurlashib bormoqda. Xususan, risk indikatorlar asosida avtomatik tahlil tizimi joriy etilgan bo'lib, u har bir shartnomaning to'lov dinamikasi, kontragentning faoliyat tarixi, tovar tahliliga asosan shubhali operatsiyalarni aniqlash imkonini beradi. Bu orqali noqonuniy kapital chiqib ketishining oldi olinmoqda. Iqtisodiy muvozanat saqlanmoqda hamda budjet tushumlari barqarorlashmoqda. O'zbekiston Respublikasida tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha nazoratning raqamlashtirilishi, fiskal siyosatning erkinlashuvi va tadbirkorlarga yaratilayotgan keng imtiyozlar bir-birini to'ldiruvchi mexanizmlar sifatida ishlamoqda. Ularning yakuniy maqsadi xufiyona iqtisodiyot hajmini qisqartirish, qonuniy biznesni rag'batlantirish va mamlakat iqtisodiyotini global standartlarga mos shaffof tizimga aylantirishdir.